har doim qilsa bo'lardi. Mana shu apparat nima va nima vazifani bajaradi bu? Bu apparat nomi taxiometr. Mendagi modeli Trimble M3 modeli. Bu apparat loyihani qurilish maydoniga tushirish hamda qurilish maydonida qurib bo'lingan holatda qog'ozga tushirish uchun xizmat qiladi. Mana shu orqali syomka olinib, qog'ozga tushiriladi. Bu past baland to'g'ri qiyshiqni o'lchaydi. Tushunarli. Bu apparatingiz necha pul turadi? Modeliga qarab $10,000 dan boshlanadi. Ya'ni mendagi modeli R 500 metr, 500 metr masofada 1 millimetrgacha xato qiladi. Buni o'zi narxi ham arzon emas ekan. Nima uchun bunaqa qimmat bu? Qimmatligiga sabab sekundiga qaraydi hamda точностiga qaraydi. Ya'ni mikromillimgacha aniq urib bera oladi. O'shanga qarab qimmatlab ketaveradi.